Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Siz uyingizdagi yer maydonlardan unumli foydalanyapsizmi? Qanday meva sabzavotlarni yetishtirasiz hamda bundan qancha daromad olasiz? Bugungi dasturimiz qahramoni bo'sh yotgan yerlarni o'zlashtirib, namunali bog' yaratishga muvaffaq bo'layotgan yurtdoshlarimizdan biri, tajribali bog'bon Bahodirjon Rejabboyev. Dastlab suhbatdoshimizdan gilos ekish, uni parvarish qilish va yuqori hosil olish sirlari haqida ma'lumot oldik. 2009-yili mana shu gilos ekilgan. Valovoy sersa 3-navda berilgan. Lekin har yili 10-mayda pishadi. Uzog'i 15, havoga qarab yog'i. Lekin 15 dan o'tib ketmaydi. Lekin nisbatan hozirgi yangi chiqqan sortlarga qaraganimizda nisbatan mevasi ozroq. Chunki bu o'zi changlatmaydi bu. Bu o'zi changlatmaydi, lekin mevasi hozirgi kunda juda narxi baland. Juda narxi baland, juda o'zi bunga yetmaydi. Changlatish o'zidan emas buni. O'zi changlatmaydi. O'rniga shu yangi chiqqan Svet Ariana Amerikasi gilozlarida Svet Ariana ko'chatlarda olib kelib 2 yil ekkanmiz. 2025-yili 15-martda ekkanmiz. Xudo xolisa juda zo'r bir mevasi bor shularning. 35 sortli yer bu aslida bu yer. 80 tup ekilgan. 100 tupida 20 tup qurib 80 tup qo'ygan. 15 yil ichida shu hosil yaxshi olmadim. Sabr qildik. Ishlovni berdik, yaxshi qaradik. 16-yili deganda o'tgan yili 2025-yili shu hosil mashinasi 80 sortligimizdan 2,5 tonna hosil berdi. Narxi ham juda ajoyib bo'lgan. Men buni tagiga sulfat amoniy berishni o'rgandim hozir. Men o'zim tajribam. Rosa gullagan paytda berish yaxshi bo'lyapti. Unga kaliy qo'shib olyapmiz. 2 qop 100 kilo ketadi. 100 kiloga kaliy qo'shyapman. Mana mayaga solaman. Bir tupiga 2 kilo, 2,5 kilo ham so'raveraman. Endi 100 kiloni mana 80 tupga bo'ling, qanchaga to'g'ri keladi. Tepasiga bir Gana Plus berdim. O'tgan yili 7 marta Gana Plus berganimda, ash 2,5 tonna hosil berdi. Bir 3 marta berdim. Gullash darajasi tez bo'lib ketdi gullash. Gullash darajasi tez bo'lib ketganiga hisobiga biz adirlarga suv bo'lmaydi, bochkada olib chiqib sepamiz. Bizda sal kechroq chiqadi, lekin Xudoga shukr suvlarimiz yaxshi, hamma yo'qimiz yaxshi. Shu suv bo'lmasa bu bog'lar bo'lmasdi. Xudoga shukr suvlarimiz hammasi yaxshi. Chaman gullaganda berdim o'tgan yil. O'tgan yil jinday oldin berib turib suv quyib qo'ydim, eritib qo'yishga. Shaylatuvchisiga bir yil ekdim mana Svet Ariana mana ekdim. O narigisi Skina degan ko'chatimizdan ekdim, yangicha Turetskiy. Turetskiysi menga yaxshi bo'lmaydi deyishdi-da, Gretskiysini berishdi. Asakalik yigitlar olib keldim 700 tup. Mashina orasiga 10 tup ekdim meni changlatgan. Suhbat davomida Bahodir aka qaysi ishni boshlashdan oldin albatta shu sohaning ustozini topib, bilimini o'rganish kerak deya ta'kidlab o'tdi. Ustozsiz bog' qilishga maslahat bermayman. Men 15 yil adashdim. 15 yil umrim o'tdi, ko'chat boshqa ekish bilan shug'ullandim. 15 yil ko'chat ekish bilan shug'ullandim. Ularning hammasi buzilib o'tin bo'ldi. Endi mana niyatimga yetdim. Nimaga menga ustoz topildi? Ustozsiz bo'lmaydi. Men o'zim ham ustoz darajasidaman, lekin ustozsiz bo'lmaydi. Shuningdek, suhbatdoshimiz erta pishar va yirik gilos navlariga talab doim yuqori bo'lishini aytib, shu sababli gilos bog'larini yanada kengaytirish harakatida ekanligini ham qo'shimcha qildi. Valovoy sersalarimizda meva 1 yil qilsa, 2 yil, 3 yil qilmayapti. Ular o'zidan changlatuvchi moddasi yo'q. Uni biz har bola qildik. Sariq ulaylarda sariq gilos uladik. İchiga ekdik, baribir ham o'zini bilganini qilyapti valovoy sersa. Lekin bularda biz zamonga qarab o'zgarishimiz kerak yo'q. Zamonga qarab o'zgarib, mana biz ham yangi sortlarimizda 5 xil, 6 xil bor. Hozir Skina degan navlarimiz bor, Royal Tiago deganlar, Giant Tres degan, Svet Ariana deganlarimiz bor. Juda ko'p hozir. Biz shularning ichidan eng a'losini tanlab, hozir 2025-yili mart oyida ekkanmiz. 2025-yili 1 yashar bo'ldi. Mana mevalarni ko'ryapsizlar. KGB uslubida tarbiyalab berishyapti. Shrederdan Quvar tumani Shreder savxozidan kelib, yigitlar abreskalarni o'zlari qilib berishyapti. 3 yilda mevaga yotkizib beramiz deyishyapti. O'zlari kelib mart oyida kesib ketishdi. Mana hozir 10 ta 12 ta nog'da surgan. Mana 1 yilda mevasi mana ko'ringlar mana. 1 yilda mevasi. Savog'i uzun, kalibri katta.
o'zini aytgan javobini beryapti. Suhbatdoshimizning aytishicha, kichik va achchiqroq gilos navlaridan ham to'g'ri parvarish qilish orqali yaxshi daromad qilish mumkin. Hozir mana ko'ryapsizki, oddiy achchiq qora giloslarimiz, o'zimizdan beshlik. Anjal cho'rni. Aha. Bundan sizga ekkanda nima foyda? Bu avvalo ekologiyani juda tozalaydi. Buni olarman juda ko'payib ketdi. Birinchi safar sotganimda Xorazmga sotganman. Gilamni rangini olish uchun. Buni rang olib gilamga ishlatishgan Xorazmdan olib. Shu bu olib paqirlab olib borib terib, Anjanga olib borib paqirlab 10 ming, 15 mingdan sotib kelardik. Mana hozirgi kunga kelib, bu qora gilozlarimizni qo'limizni tekkizmayapmiz, pishirib qo'yyapmiz xolos. Birinchi afzalligi bunga dori ham kerak emas, zahar ham kerak emas. Shu suv oqadigan yo'l bo'lsa bo'ldi bunga. Suv oqib tursanglar, o'zidan ko'payib, o'zi ko'chatini o'zi berib, o'zi ko'payib, hozirgi kunda mana yolg'on bo'lmasin, 5 ming dollargacha daromad qilyapmiz mana shu qora gilozni o'zidan. 3 mingdan oshiq meva kirgizib qo'yganmiz. Bir yil yana 1 gektar tashlandiq yerimiz bor edi, ekdik. Yana 1 gektar havas qilib yana ekdik bahorda. 100% tutdi. Bu ori yo'q, tutaveradi bu. Bog' chekalariga, yo'l bo'ylariga juda foydasi katta buni. Bir donasi ham qoldirishmayapti, tolaman bo'lib ketyapti bu. Tolaman. Men olaman. Xaridor girib ketdi. Asosan oldinlar shaharga olib borib sotardik. 5 yilda buyog'ida Qo'ratepa qo'shni rayonimizda shuni qabul qiladigan sexlar ochildi. Rossiyaga ashla urug'ini chiqarib, mana shu tanasini o'zining urug'ini olib, o'z go'shi bilan billa upakovka qilib Rossiyaga muzlatib jo'natishyapti. Borib ish jarayonlarini ham ko'rib keldim, topshirib keldim o'zim borib. 2 yildan beri topshirganib boraman havasga. Ko'rib kelaman, zavodini ko'rib keldim shu poyez yo'lini bo'yida. Qo'ratepa rayonida. Xaridori 200% aniq. Hozir taraf tinch qo'yishmayapti. Hech kimga bermang. Nima deganingizda menda ko'p bir terganda bu mayda soladi. Terish qiyin. Shuning uchun xaridor osonroq edi. Endi bir dona qo'ymay mahallada uyni ichlaridagini ham terib ketishyapti. Ana afzalligi. O bitta oylari 10 tut bo'lsa oylari baxyapti. Bahodir aka yer maydonlarini yanada chiroyli va unumli qilish maqsadida manzarali Pavloniya ko'chatlarini ham ekkan. Ushbu manzarali daraxtlar soni yildan yilga ko'payib bormoqda. Bu Pavloniya ko'chatlarimizni 2023-yili 1-aprel kuni ekkanmiz. 1200 ta ko'chat kelgan Asakadan. Elga yurtga foydali daraxt ekan. Hajmiga kelsak 2 ga 4 ekdik. Shu bu ichida daraxt yurish uchun. Xudo xolasa bir yil ko'ramiz. Nima qilsa, ya'ni bundan mana foydalanishimiz kerak biz yerda. Beda sepmoqchimiz. Shuning uchun mana putayapmiz buni, to'g'ri, putayapmiz, o'stiryapmiz. O'tgan yil ham dekabr oyigacha putaganmiz. 23-yilda ekilgan bu yer, mana tekavi. 25-yili yana 1,5 mingta yana kelgan. Shu hisobimiz bilan hozir 2700 ta bolani 2,5 mingta ko'chatimiz bor hozir. Yetilib qolganlari mana bular. Bularni ham hammasi emas, endi ichida bor. Yaxshisi ko'p. Lekin juda tez yetiladigan daraxt ekan, juda tez. Mana g'archasi ham 4 g'arishdan baland hozir o'zi. 3 yashar narsa. 1-aprelda o'tgan bo'lsak, 3 yashar 2 oylik narsa bo'libdi. 3 yashar 2 yashar 2 oylik narsa ekan. Mana shunchalik darajaga yetdi. Bo'ylari 15 metr, 12 metrdan baland. 15 metrga borib boradi. Buni afzali tomoni ko'p. Bir tupidan 15 kilo asal beradi. Barkini pirislab olib qo'yishdi, hozir ishlayapmiz hozir. Qo'chqarlarni semirtirar ekan qishda, bedar singari. Buni ham biz ham ustozlardan o'rganyapmiz. Bundan qilib bilib olganimiz yo'q. Buni ham darrov, buni ham sekin o'rganib, endi mana boshladik, mana hozir tozalashdi. Shularni biz hozir yig'ib qo'yamiz, o'zi quriydi turganda. Asha turgan joyda baylaymiz. Ashuni olib ketamiz deb hozir plan qilyapmiz. O'zimizdan hisobimizdan ko'chat chiqarib, buni tagidan ko'chib, mana mayeradan chopasiz, mencha joyiga osib turib, tomir chiqadi. Necha 5 sm olib ekaverar, chiqaverar ekan bu. 5 sm kesasiz, ekasiz chiqaverar ekan yana. Shunda hozir o'zimiz o'rib qoldik, hozir yo'llarimizni bo'ylariga ekmoqchimiz. Yerimiz katta, yo'llarimiz ham uzun. Bahodir aka hududdagi yerlarni baland-pastlikdan iborat ekanligini va foydalanishga yaroqsiz holatda ekanligi dastlab ancha qiyinchilik tug'dirganini ham suhbat davomida aytib o'tdi. Bu juda qiziq bo'lgan. U paytda baklashka ham oz edi. Qo'ratepa bozorimizga torg'i sotgan bor, baklashka to'plab kelib,
Har bir ko'chatga baklashkani teskari baylab, og'zini teshib, bir rahmatli boyagi ukam bo'lardi. Abdushukur degan rahmatli o'tib ketdi. Yosh yigit edi, kasal ekan rahmatli. Olamdan o'tib qoldi. Shu bolaga 1 milliondan pul berardim. Shu bola bir oyda 3 marta sepib beradi. Quyib chiqardi eshakda. Bu yerda traktor yuradigan yeri yo'q. Bu hammasi eshak, otda bo'lgan yerlar. Katta traktorlar olib chiqib. Shu gilozimizni ashi bexato tutgan nechta ko'chat olib kelgan bo'lsak, ashi eshakda sug'orib tutkizganmiz. Akrashkani teskari qilib. Ashpayt 2008-yili, 2006-yili yutib olganman. Kelganimda suv ham yo'q edi, yo'l ham yo'q edi. Bitta daraxt ham yo'q edi. Suvni chiqarish jarayoni qanaqa bo'ldi? Suvni chiqarish jarayonida shu nasos bilan Agroprom yordam berdi. Qo'chqarov Habul aka degan Agropromimiz boshlig'i bo'lardi, hozir pensiyadalar. Shu odam katta xizmatlari bilan agronomimiz bo'lardi, Mannop aka rahmatlik, Yo'ldoshev Mannop aka degan meni ustozim, haqiqiy meni mana shu yerda yutib olishimga katta sababchi bo'lgan akam rahmatli bo'lib ketdilar. Oilasi hammasi agronom oilalar ular. Shu akamiz olib yutib berganlar bu yerda menga. Chiroyli qilib yutib bergan. Yordam qilib, sen qilasan, qo'lingdan keladi, sen mehnatkashkan bolasan deb. 24 yashar bola edim. Suhbatdoshimiz bo'sh yotgan yerlardan unumli foydalanish maqsadida dastlabki yillarda olxo'ri ekkan va bu orqali tajriba to'plagan. Mash ko'chatim 2008-yili may oyida ekkanman. May oyida. Ko'chat topolmay kopib kelganman. Lesxoz degan joyimiz bor, lespisonimiz bor mayda. O'zimiz rayonga qarashli. Shu yerda ko'chat qilinar, shu yerdan bir Quvonch degan yigitni olib kelib ekkanman may oyida. Baklashkani teskari baylab shuni tutkizgan ko'chatim, birinchi ko'chatim mana shu bo'ladi. Buni daromadi 10 yil tagiga go'ng bo'ldi bu. 10 yil meva kirgandan keyin, 10 yil. Undan ham oshiq desam ham bo'laveradi. 2019dan buyog'iga Xudo xolasa yo'llarimiz ochildi, eksportlar ko'paydi menimcha. 19-yildan daromadga kirdim men bundan. Xudo xolasa uy soldim mashina puliga. Kelin oldim, nevaralar ko'rdim shuni puliga. Mashina puliga bo'ldi. Meni birinchi maqsadim faqat ko'chat ekish bo'lgan, bo'yab ketish bo'lmagan. Hozir ham bahor oyida ko'chat ekmasam davlenam chiqadi. Hozir ham bahor oyida hech bo'lmasa 1000 ta hech bo'lmasa terakmi, 1000 ta gilozmi, 1000 ta ko'chat ekmasam davlenam chiqib kasal bo'laman men. Men o'zim sog'ligim uchun ekkanman buni. Shuni orqasidan sog' salomatman. Mana domlarim ko'ryapsiz, yurishni iloji yo'q. Uchib chiqib ketaman. 60 ga kiryapman, bir kam 60. Chiqib ketaman uchib. Orqamdan yigitlar qolib ketadi. Shuni orqasidan men o'zim salomatligim uchun boshlangan ish bu. Har bir insonga tavsiya qilaman. 90 ga kirgan odam nima dermish? Oyga bor ko'chat ekib qo'y. Bunga nima keragi bor ko'chatda derkan. Ertaga o'lasan. Ha undan keyin bolangga qolib, bolang qolmasin ekologiyamizga, havomizga deb ekadi deydi 90 ga kirgan odamlar. Otib qolguncha ekib qol deydi, ekyapmanlar bolam. Oldin bu yerda olma bo'lgan. Semerenki olmamiz bo'lgan. Daromad topa olmadik. Erta pishib ketadi bu yerda. Semerenkani oktyabr oylarida uzish kerak. Bizga avgust oyida pishib berdi bu yerda. Bizga tushmadi. Shuni orqasiga Silivadan biz daromad ko'rib qoldik-ku. Yangi navlarni istashni qizdirdik. O'tgan yil Black Blender degan ko'chat topildi Quvadan. Bir tupini 17 mingdan olib ekdik. 25-yil 31-mart kuni ekilgan ko'chat mana shig'ir mevasi bilan turibdi, mana ko'ringlar. Bir yil. Endi hammasida emas, uni ham aytish kerak. Borida bor. Bir yashar narsa. 3 ga 4 bo'ldi. Unumli foydalanamiz. Biz beda sepamiz. Biz mana mehnat qilgan ishchilarimizning uyida hayvonlari bor. Ular oylik sifatida bedani men ularga bir o'rimini beraman. Bir o'rim menga, bir o'rim ularga, bir o'rim menga. Shuna qilib, buni ham ular bilan ham tekis haligi norozichilik bo'lmaydi. Uyida o't bor, hayvonni ko'paytirishni baxshyapti. Ularga ham foydasi bo'lyapti, menga ham foydasi bo'lyapti. Mevaga suv qo'yishga ham oson bo'lyapti. So'nggi 2 yil ichida xurmo mevasiga bo'lgan talab keskin oshgani, narxlar ham yuqori bo'lgani sababli xurmo ko'chatlarini ham ekishni boshladi. Navidan boshlasam, bu hozir trendda bo'layotgan O'zbekistonimizda birinchi bo'lib turibdi. Super Karelyok degan sortimizdan anjir sifat bo'ladi. O'ta ham shirin, xaridor yer.
Men 2023-yili 15-martda ekkanmiz. Rosa 3 yashar bo'lib 4-yilga o'tdi. Mana mevasini ko'ringlar mana. Hozir mana 26-yil 13-may. Mana mevasini hosilini ko'ringlar. Shig'irab qo'ygan. Kamida 5 kilo, 4 kilodan mevasi bor. To'g'ri hammasida emas. Hammasida emas. Lekin 60% da bor. Bundan 1700 tup olib kelib, To'raqo'rg'on rayonidan olib kelganmiz. Hamid aka ustamdan olib kelganman, Hoji akamdan. Ekish sxemasi 4 ga 5 ekkanmiz. Bizga aytishgan katta bo'lib ketadi deyilgan. Mevani 5 yasharga, 6 yasharga borgan 200 kiloga chiqadi mevasi deyilgan. Lekin nima aytgan bo'lsa hammasi to'g'ri chiqdi. Avgustda gullaydi dedik. Avgustda gulladi 24-yili. Yana 25-yil meva yeysiz dedi, 25-yil mevasini yedik o'tgan yili. Bil mana ko'paydi. O'tgan yildan mevasi juda ko'p. Bitta buni ko'rsatmayapman, juda ko'p. Jinda qiyinroq ekan. Buni men 90 vosita qilib ekishni tavsiya bermayman. 90 vosita qilib dekabr oyida, oktyabr oyida ekib bo'lmaydi ekan buni. Buni tomiri nozik ekan, juda ham nozik ekan. Men o'zim tajribamdan o'tgan tushkizishcha qiyinroq bo'ladi. Lekin dekabr, oktyabr oyida ekib bo'lmaydi ekan. Buni faqat bahorda ekish kerak ekan. Bu sovuqqa chidamsizroq ekan. Tomiri tutib olgandan keyin bundan baquvvat narsa yo'q. Buni eng dangasa bog'bonning ishi. Kimikal sepmaysiz, boshqa bermaysiz, tagiga go'ng berasiz. Mana bu yil 15 mashina go'ng olib chiqib, 4 paqirdan atrofiga solib chiqdik mana. Biz hamma yerda otda qilganmiz. O'zimning ishchilarimda ot bor edi, otda haydab qilingan yerlar. Hozir daromad qilib, mevadan daromad qilib yo'llar qilyapmiz. Hozir yo'llarimiz yaxshi. Hozir shunaqa texnikalar chiqib ketdi. Bizim etik yerimiz ham haydaydigan texnikalar ham keldi bizga. Texnikalarni xohlagan turidan bor. Bu yerda 1 gektar, rovna 1 gektar 500 tadan oshiq ko'chat ekilgan. Bu yerda 1 gektar 30 sotik 700 tadan oshiq ko'chat ekilgan. Tepaga 500 ta ekuvdik. Dekabrda ekib qo'yibmiz, qurib qoldi u. Shuning uchun men boshdan o'tgan tabib deb aytayapman. Dekabr oyida ekib bo'lmaydi ekan buni. Buni faqat bahor oylarida ekilishi kerak. 20 yillik mehnati evaziga bugungi kunda yaxshi natijaga erishib kelayotgan Bahodir akaning kelgusidagi rejalari haqida ham suhbatlashdik. O'ta ulkan maqsadim bitta qoldi. Shu ekoturizm qilib xalqni shu yerlarda dam oltirib, chiroyli o'yingohlar deydimi, nima deydi endi uni o'zim ham bilmayman. Planimda har xil planlar keladi. Ularni qilish uchun endi o'ylanarsan odam. Hozir endi zamonga qarab intilay deysan-da balandlikka. Chiroyli bo'lsa deyman, mana go'zal bo'lgan, qayerda bo'lsa daraxt bor, soya bor, salqin bor. Ochiq joy yo'q, taqir yerlari 20 yil oldin, taqir. Mana shu yerlardagi taqir yerlarida. Mana shunday darajaga yetdik. O'ta katta niyatlarimiz bor. Ajoyib emas. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rsatuvimiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, biz bundan mamnunmiz. Dasturimiz haqidagi fikr va mulohazalaringizni ijtimoiy tarmoqlarimizdagi sahifalarimiz orqali yozib qoldirishingiz mumkin. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.